chilik sogingan, yuraklarga yaqin bo'lgan afsonaviy avtomobil haqida gaplashamiz. Ha, to'g'ri topdingiz. 2026 Chevrolet Matiz yana qaytdi. Bir paytlar shahar ko'chalarining haqiqiy qiroli bo'lgan, tejamkorligi va ixchamligi bilan mashhur bo'lgan Matiz endi butunlay yangi qiyofada yana sahnaga chiqmoqda. Bu mashina ko'pchiligimiz uchun shunchaki avtomobil emas, balki xotiralar, birinchi rul, birinchi sayohat, birinchi hayajon degani. 2026 yilgi yangi Matiz aynan shu tuyg'ularni qayta jonlantirish uchun ishlab chiqilgandek. Dizayniga qarasangiz, eski Matizga hurmat saqlangan, ammo zamonaviylik aniq seziladi. Old faralar yanada o'tkir, LED texnologiyali, old panjarasi esa sportcha ruh bag'ishlaydi. Korpus chiziqlari silliq va aerodinamik, shahar sharoitida juda qulay. Ranglar palitrasi ham kengaygan, yoshlar uchun yorqin ranglar, oilaviy foydalanuvchilar uchun esa klassik variantlar mavjud.